Assalomu alaykum, barchaga salom. Sizlar bilan Globus Viza markazi. Bugun sizlar bilan Green Card lotereyasi haqida gaplashamiz. Demak, 25-yilda 3-may kuni, ya'ni deyarli 2 haftadan oz muddat qoldi. Butun dunyo bo'yicha DV2026 natijalar chiqadi. Agar siz 24-yil oktyabr-noyabr oylarida ro'yxatdan o'tgan bo'lsanglar, sizlar shu natijalaringni tekshirishlaring mumkin bo'ladi. Demak, tekshirish uchun sizlarda ro'yxatdan o'tgan paytda shunaqa qog'oz berilgan. Bu yerda asosiy e'tibor beriladigan narsa ismi, familiyalaring, confirmation raqamlaring hamda tug'ilgan yillaring bo'ladi. Shu 3 ta ma'lumot kiritiladi, ya'ni familiyani o'zi kiritiladi, confirmation raqamlaring, tug'ilgan yillaring. Demak, qayda tekshirish mumkin? dvprogram.state.gov saytida. Faqat shu sayt orqali tekshirasizlar, check status qilib. Bu yerga ma'lumotlarni kiritasizlar, 3 xil ma'lumot hamda maxfiy kodda, shu bilan natijalaring chiqadi. Demak, natija 2 xil bo'ladi. Birinchisi tanlanmagan bo'ladi yoki tanlangan bo'ladi. Agar tanlanmagan bo'lsa, katta qora harflar bilan have not been selected deb yozib qo'yiladi. Agar tanlangan bo'lsa, o'sha sizlar tekshirgan paytda sahifada shunday xuddi shunaqa sahifa ochiladi, ya'ni logotip bilan bu yerda sizlarning ma'lumotlaring hamda eng asosiysi case raqamlaring kiritilgan bo'ladi. Bu sizlarda, ya'ni lotereyada tanlab olingan hamda vizaga kirib, viza suhbatiga kirib, intervyuga kirib, viza olish imkonini beradi. Agar viza olsanglar, shu bilan green cardda chiqdi degan. Endi yutuqchiqda keyingi etap nimadan iborat bo'ladi? Demak, sizlar tanlab olindinglar, yutuqchiqda. Keyingi etap shu ya'ni 3-maydan boshlab 30-sentyabrgacha bo'lgan muddatda natijalaringni tekshirib, DS260 immigratsion anketasini to'ldirishlaring kerak bo'ladi. Demak, DS260 anketasi, hozir sizlarga buni ham ko'rsatamiz. Mana shu sahifasi, unutib qo'ymanglar, faqat shu yer orqali to'ldiriladi. Demak, bu yerda tanishdim deb yozib, case raqamlaringni kiritasizlar hamda continue, ya'ni davom ettirish tugmasini bossanglar, sizlarda shu anketani to'ldirish sahifasiga kiritadi. Shu bilan sizlar anketa to'ldirishni boshlaysizlar. Endi anketa qanday to'ldiriladi? Misol, siz bo'ydoq bo'lib bir kishi bo'lgan bo'lsangiz, faqat o'zingiz uchun to'ldirasiz. Agar siz oilali bo'lsangiz, har bir oila a'zosi uchun to'ldiriladi. Yana bitta muhim jihat, agar ro'yxatdan o'tgan payt faqat bitta o'zingiz lotereyada ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz hamda undan keyin shu 30-sentyabrgacha bo'lgan muddatda uylansangiz, albatta yangi turmush qurgan turmush o'rtog'ingizni ham qo'shishingiz kerak bo'ladi. Agar shu ro'yxatdan, ya'ni sizlar DS260 ni to'ldirib submit qilganlaringgacha bo'lgan vaqtda farzandli bo'lsanglar, albatta farzandlaringni ham qo'shib ketinglar. Sabab ertaga viza olganlaringda farzandlaringga ham viza chiqadi. Demak, muhim jihati shu, ya'ni yangi qo'shilgan oila a'zosi uchun ham qo'shib anketada ko'rsatib ketinglar. Ertaga viza suhbatida, intervyuda nimaga ro'yxatdan 3 kishi o'tgansizlar, hozir 4 kishini anketasini ko'ryapman desa, shu ro'yxatdan o'tgandan keyin, ya'ni ko'payishdik yoki uylandim yoki turmushga chiqdim deb aytasizlar. Shu bilan turmush o'rtoqlaring hamda yangi oila a'zolaring ham green cardali bo'lib qoladi. Tushunarliga. Endi DS260 haqida gaplashsak, DS260 bu immigratsion anketa hisoblanadi hamda bu juda ham muhim anketa hisoblanadi. Ya'ni anketalarni to'ldirib, submit tugmasini bossanglar, anketa to'g'ri KCC, ya'ni Kentucky Consular Center deydi, shu aynan green cardda bilan shug'ullanadigan Amerika hukumatini maxsus bo'limi bor. Aynan shu bo'lim nimalar bilan shug'ullanadi, green cardlar bilan. Ya'ni green card anketalarni tekshirib, vizaga suhbatlarni belgilaydigan bo'lim shu KCC bo'ladi. Polniy green cardda bilan shug'ullanadi. Endi sizlar deylik ingliz tilini bilishlaring mumkin. Balki o'qituvchisizlar, balki o'qigan, hamma ham o'qigan.
Lekin biz mutaxassis bilan to'ldirishni maslahat berardik. Iloji bo'lsa, tajribali mutaxassis bilan to'ldiringlar. Endi sarf xarajati, ya'ni xizmat haqqini o'zlaring kelishasizlar, kim bilan bo'lishidan qat'iy nazar. Faqat mutaxassis bilan to'ldiringlar. Sababi u yerda xatolik bo'lsa, ertaga vizada отказ olishlari mumkin. Endi nima uchun xatolik bo'lishi mumkin? Ingliz tilini bilsak deb savol bo'ladi. Sababi biz oldimizga misol kelgan mijozlarimizda 95% dan ortig'i anketa to'ldirishni bilmaydi. Oddiy misol turizm yo biznes yo student anketalari bor, DS160 deyiladi. Hatto shu DS160 da to'g'ri to'ldira olmaydi. Ingliz tilini zo'r bilgan taqdirda ham. Sababi anketani to'ldirish tartibi boshqacha bo'ladi. Siz ingliz tilini bilganingiz bilan uni to'ldirish bo'yicha tajribangiz yo'q. Shuning uchun tajribasi bor mutaxassisga uchraganlarning maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuni agar ertaga vizada отказ olib qolishni xohlamasanglar, hamda u yerda kiritiladigan ma'lumotlar, misol sizlarda o'qishlaring, maktablaring, tug'ilgan joylaring, ish joylaring har biridan spravka so'rashi mumkin elchixona. Shunda shu kiritilgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsin, hamda ertaga spravka qanaqadir ma'lumotnoma so'raganda shuni taqdim eta olishlaring kerak. Misol uchun siz avval Jizzaxda yashagansiz, hozirgi kunda Toshkentdasiz. O'sha Jizzaxdagi maktabdan spravka yoki qanaqadir dokument so'rashi mumkin. Shularni olib kelib berishlaring kerak. Shuni hisobiga u joylar qolib ketmasligi kerak, hammasi to'liq to'ldirish kerak. Hozirgi kundagi sizlarning qiladigan ishlaring to'g'ri yozilishi kerak. Hammasi xullas elchixona xohlaydigan, ya'ni uni ko'rib bitta kirib o'qiganda unda savol tug'ilmasligi kerak. Sizlarga srazu ikkita savol bilan viza beradigan darajada to'g'ri to'ldirilishi kerak. Demak, bu videomiz qisqacha Green Card lotereyasi haqida edi. Demak, birinchisi 3-may kuni natijalar chiqadi. Natijani tekshirganlaringdan keyin 3-maydan 30-sentyabrgacha bo'lgan muddatda DS260 anketasini to'ldirib submit qilishlaring kerak. Submit qilib ulgurgan bo'lishlaring kerak. Sababi 25-yil oktyabrdan boshlab suhbat jarayoni boshlanadi. Demak, 25-yil oktyabrdan 26-yil 30-sentyabrgacha bo'lgan muddatda suhbat bo'ladi. Polniy shu 24-yil ro'yxatdan o'tib 3-may kuni g'olib bo'lganlarga 25-yil oktyabrdan 26-yil sentyabr oyigacha polniy suhbatlar bo'lib o'tadi. Shuni ichida shuni hisobga olib, mas'uliyatli bo'lib, vaqtida mutaxassis bilan to'ldirib, submit tugmasini olib, suhbatga tayyorgarlikni boshlashlaring kerak bo'ladi. Demak, qanaqadir savollar bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishlaring mumkin, telefon qilishlaring mumkin yoki shu YouTube'da o'zida kommentariyalaringni qoldirishlaring mumkin. Agar Green Cardda to'ldirishda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Biz oldindan hech qanaqa haq olmaymiz. Faqat vizani qo'lga kiritganlaringdan keyin biz haq olishimiz mumkin. Unda ham suyunchi tariqasida. Agar sizlarda imkonlaring bo'lmasa, bizga shu haqlaring ham kerak emas. Demak, hamma ishtirokchilarga omad tilayman. E'tiborlaring uchun katta rahmat.